Yana ulamolarimiz aytadilarki, ro'zador inson buyuk ibodat ro'zani ado etaroq shaytoni la'inga qahr ko'rsatadi deydi. La'nati shayton bor narsa. Uni bosh vazifasi inson bolasini ig'vo qilish, toatdan burish, ibodatdan burish, savob ishdan burish, yaxshilikdan burish, itoatsizlikka burish, yomonlikka burish, fahshga burish, fujurga burish, gunohga tortish va har xil holatlar. Shaytonni vujudi shundan iborat, qiladigan ishi shundan iborat va doimiy ravishda inson bolasiga ig'vo qilib turadi, vasvasa qilib turadi. Inson bolasi gunohga qo'l ursa, boshi osmonga yetib xursand bo'ladi. Zarracha kichkinagina gunohni qilsa ham, mani yo'limga yurdi deydi, ig'vomga uchdi deydi, xursand bo'ladi. Shodi xurram bo'ladi, boshi ko'kka yetadi. Endi o'ylab ko'ringlar, o'sha zarracha kichkina bandalarning e'tiborida nihoyatda arzimas bo'lgan gunohga shayton shunchalik xursand, shodi xurram bo'lib, boshi osmonga yetadigan bo'lsa, ro'za tutishdek buyuk ibodatni tan olmagan bandani qilgan narsadan qanchalik xursand bo'ladi? Ro'za farz bo'lib, ro'zasini tutmay yurganlarni ko'rganda uni xursandchiligi qancha bo'ladi bu? Ana endi ro'za tutganlarni ko'rsa, uni holi nima bo'ladi? Eng katta qahriga uchragan bo'ladi. O'zini qo'ygani joy topa olmay qoladi. O'zini o'zi o'ldirgisi keladi. Mana u nimaga ro'za tutib yuribdi? Meni aytganimni qilmay. Nimaga och qolsa ham bir narsa yemayapti? Nimaga chanqasa ham biror ho'plam suv ichmayapti deb jizg'anak bo'ladi bu. Ana shayton umrida ko'rmagan eng qattiq qahrni, eng qattiq azobni, eng qattiq qiynovni ro'zalarni siymosidan ko'radi. Ro'zadorlarni qilmish amalidan ko'radi, ibodatidan ko'radi. Shuning uchun ulamolarimiz ro'za ibodatini fazilatlari borasida so'z ketganda mana shu hikmatni aytishadi. Hozir sizlarni hammangiz barcha dunyo bo'yicha ro'za tutayotgan haqiqiy mo'min, haqiqiy musulmonlar qatorida shaytonga eng katta qahr ko'rsatib, uni jizg'anak qilib, uni dunyoga kelganiga pushaymon qilib yuboradigan darajadagi buyuk ishni bajarayotgan qahramonlar hisoblanasizlar. Buyuk bandalar hisoblanasizlar. Allohning sodiq bandalari, jannatga haqli bandalari hisoblanasizlar.